Sitora, go'sht kilosi nechi Farg'onada? Farg'onada raqam go'sht kilosi 130 ming atrofida. 60 ming so'mga lahm go'sht bor, halol 100% ishonasizmi? 10 yil oldin deganingizda ishonardim, lekin hozir ishonmayman. Men sizlarga hozir ko'rsataman, ketdik. Do'stlar, biz go'shtlarni skladidamiz. Go'shtlar hindistonlik musulmonlar tomonidan qo'lda so'yiladigan 100% halol sertifikatiga ega ekan. Aka, narxlar haqida ozgina ma'lumot bering. Bizda go'shtlarimiz 60 ming so'mdan boshlanadi, 115 ming so'mgacha. Hop, 60 ming so'mlik go'shtimiz til, kalla go'shti. Hop, 70 ming so'mdan go'shtlarimiz bor, bo'yin go'shtlari, qo'l go'shtlari. Hop, 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha son go'shtlarimiz bor. Hammasi halol sertifikatga ega. Hindistonda musulmonlar tomonidan qo'lda so'yilgan go'shtlar. Hammasi ishonchli. Uzoq yillardan beri akalar ishlab kelyapti ekan va bog'cha, maktab, plus xususiy maktab, klinika, restoranlar hammasi bilan shartnoma asosida ishlashar ekan. Aka, faqat naqdgami? Bizda naqdga va pul o'tkazish yo'li bilan, test-testini yo'li bilan ishlasa bo'ladi. Go'shtlarni optim yoki kilolab olishlari mumkin. Bemalol. Manzil Kirgili Amirdaryodan kirganlaringda 4-ko'cha telefon qilsalaring lokatsiyani tashlab berishadi. Murojaatchi xo'jalik raqamlariga bog'laninglar. Bu videoni go'sht do'stlarga jo'natib qo'yinglar.